birinchi marta kuylagan qo'shiqlaringiz qaysi bo'lgan? Va ustozlaringiz haqida ham bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Eng shu birinchi kuylangan qo'shiq shu yoshligimda sevgan bir qizni. Shunda bu bizning qo'shiq emas, shu ustoz Murodbek Qilichov ustozimizning qo'shig'i. Men buni baralla ham aytib bilaman-da. Biron qo'shiqni men misol o'zimki deb aytmayman, shu ustoz Murodbek Qilichovning qo'shig'i. Shuni sevib aytdim. Mana shu Instagramda ham bor, hamma o'zim kanalimda ham bor, mana muxlislar ham biladi. Mana shu qo'shiq eng birinchi qo'shig'im. Ustozlarimiz shu o'zimizdan Hamro domlalarimiz, mana shu domlalarimiz. Keyin rahmatli endi tilni to'g'risi aytish ham bormidi. Muzaffar aka ustozimiz Do'mbazov, ana shu ustozimiz bilan ko'p ishlaganbizlar, ko'p maslahatlarni olamizlar. Hozirgi kunda ham bu ustozimiz to'g'risi men yuragimdan chiqmaydi-da. Kunda masalan shu o'ylayman, shu ustozim qanday yonimda bo'lsa, shu maslahatlarni bersa deb o'ylayman-da. Lekin endi baribir Sanatbek, mana shu ijodda bizni ustozzoda san'atkorlarimizdan qolaversa, mana Og'abek Sobirovga ustozimizga deydingiz-a. Mana shu o'zimizda ham bormi shunaqa ijodkorlardan kimgadir misol uchun ixlos qilib taqlid qiladigan ijodlaringiz bo'lsa, shunlardan aytib bersangiz. Bor shu mana ustozimiz mana shu telefon orqali, shu Telegram orqali gaplashib to'xtaymiz. Shu Umid akamiz Ro'ziyev ustozimiz. To'g'risi men olot san'atkorlardan hammasini hurmat qilaman-da. Hammasini hurmat qilaman, hammasini hurmat izzatini joyiga qo'yaman. Birontasidan bir yaxshilik, nimchesam ulashaman, lekin yomonlik hech qaysidan ko'ram yo'q. Shu ustozimiz Umid aka Ro'ziyevga havas qilib, mana ustoz bilan avzodda uchrashamiz, shu gaplashuvimiz. Shu Umid aka ustozga havas qilaman-da. Keyingi ijodlaringizda qanaqa bir yangiliklar, qanaqa proyektlarda rejalashtirmoqchisiz? Shu vaqtda ham bir chiroyli to'xtalib o'ting. Keyingi shu qo'shiqlarimizni Xudo xolasa shu mana Toshkentda studiyachimiz bor. Qo'shiqlarimizni avtors qo'shiqlarimizni yaratib beradigan shu Avaz aka Olimov degan studiyachimiz bor. Shu bilan maslahat etdik, mana kecha ham yozishdik. Shu o'zimizning avtorskiga 10 ta qo'shig'imizni tayyorlash niyatimiz bor. Uni Instagramga shu muxlislarimizga taqdim qilamiz. O'shanda hammalari ko'rib, shu nasib bo'lsa like, shu podpiskani ko'paytiradigan umidda bizlar. Sanatbek, ijodlardan charchamang. Hamisha muvaffaqiyat tilaymiz. Hamisha ijodlar bilan elimizni, yurtimizni ardoqda yurish sizga ham nasib ro'z aylasin deymiz. Aziz muxlislar, barchangizga yana bir bora kattakon tashakkur aytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hamisha mana shunday chiroyli suhbatlarimiz ko'payadi degan umiddamiz. Rahmat. Yoshligimdan sevdim bir qizni, atrofida bo'ldim parvona. Yoshligimda sevdim bir qizni, atrofida bo'ldim parvona. Taqdir ekan qilmadi nasib, u qiz bo'ldi menga begona. Taqdir ekan qilmadi nasib, u qiz bo'ldi menga begona. Şavqatsiz zamonni ko'ring,
hadiya bo'ldi mendan do'stimga. Bu shafqatsiz zamonni ko'ring, hadiya bo'ldi mendan do'stimga. Ko'zli o'g'ilchasiga men oshiqni ismin qo'yibdi. Qaro ko'zli o'g'ilchasiga men oshiqni ismin qo'yibdi. Yoshligimda sevdim bir qizni.